Ayaz qachondir ketib qolganda dadangiz ovqat qilib beradi, bilasizmi? O'zi ayollarning ovqati mana ayollar sir tutadi ovqatini tarkibini. Shirin ovqat tarkibini ayollar sir tutadi. Abilik Saxtrixdagi hali sassiq cholga o'xshaydi. Hech kimga damlamani tarkibini aytmaydigan. Xuddi shuni singari. Ayam ovqat qilsa o'xsharadi, men ovqat qilsam bu menga ovqatga qo'lim tegdi bo'ldi. O'sha ovqat bermas bo'lib qoladi. Tushunyapsizlarmi? Ayam hamma narsasini qilib beradi. Ovqatni mana shu qozonni mashinadan suv quyasan deb tashab ketadi. Mancha turadi deydi. Xuddi shunaqa qilaman, lekin ovqat bermas o'zi. Tushunyapsizlarmi? Qanday men tushunmayman. Men ovqat qilishga urinib ko'rish degan urinda turibman haligacha. Ovqat qilish bu bugungi kun bo'lsa, men kechagi kunda emas. Men deydi bultur yilda yuribman. Ayaz ketgan dadangiz ovqat qilib beradi, bilasizlarmi? Bu ovqatni dadam yedirib berish uchun bizga sovg'a qo'yib berdi. Ovqatingni yesang, shokolad beraman. Ovqatingni yesang, marjna beraman. Marjnani yeyish uchun men bir paqir sho'rva ichirishimga to'g'ri keladi. Tushunyapsizmi? Hali sho'rvani hech kim ichmaydi, o'zi ham ichmaydi. O'zi ham tatib ko'rib turib, bu tuzni kim o'ylab topgan o'zi? Sen nima qilyapsan bu yerda? Sen basharang yahmayapti menga deb berdi. Men nima qilay basharam? Unday qilsam boshqacha odam bo'lib qolmayman-da. U qo'limdan kelmaydi.